Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana payvand vaqti ham boshlanyapti. Biz hali payvandni boshlaganimiz yo'q-ku. Hali kommentariyamizga yozibdilar, payvand vaqti boshlandimi, yo'qmi deb. Menimcha mana bu Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda boshlandi. Bizda ham biz Qo'qonlimiz. Qo'qon tomonlarda mana payvand hozir daraxt mana bunday uyg'onayotgan bo'lsa, kurtaylar mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, uch oqarishni boshladi. Mana shu daraxt hozir payvand qilsa bo'laveradi. Payvand vaqti boshlandi. Lekin hali sovuqlar bor, sovuqdan saqlash kerak. Endi mana behimizga keladigan bo'lsak, mana beh hali uyg'ongan yo'q bu. Hali buni ulab bo'lmaydi. Endi zo'r payvandchi bo'lsa, ulab qo'ysa bo'laveradi ham. Lekin hali bor. Payvand qilishga. Mana bunaqangi bo'lgan bo'lsa, mana hozir payvand vaqti boshlanadi. Mana uyg'onib bo'ldi. Bugun juda issiq bo'ldi. Agar shunaqa issiq yana 2 kun bo'lsa gullab ketadi mana shu turishida. Mana bu yerda olmamiz, olma nimasi. Buni ham hozir ulasa bo'laveradi. Mana 3 oqarishni boshlabdi. Buni ham ulasa bo'laveradi, payvand qilsa bo'laveradi. Biror haftaning ichida payvand qilsa ham bo'laveradi mana shu turishida bo'lsa. Yana daraxtlarimizga keladigan bo'lsak, mana bu oddiy olicha. Mana shu oddiy olichani hali shponka olicha deydi, irik olicha. Ana shunga payvand qilamiz, o'shanda payvand vaqtida ko'rsatamiz. Yo gilosga, yo shponka olichaga payvand qilamiz, o'shanda ham ko'rsatamiz. Mana bu yerda ham yana bitta boshqa nima bu? Bodomni boshqa navi, bu ham uyg'onishni boshlabdi. Mana uyg'onishni boshlagan. Ana shunday ahvolda bo'lgan bo'lsa, uchi oqarishi, ko'karishi boshlagan bo'lsa, payvand qilsa bo'laveradi. Lekin hali aytganimizdek sovuqdan saqlash kerak. Hali bizning territoriyamizda hech qancha payvandni boshlagan yo'q. O'sha uchun biz ham boshlaganimiz yo'q. Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarda boshlandi. Ob-havoga qarab ulanaveradi. O ilgari ham aytganimiz, Rossiya, Qozog'iston, o sovuq tomonlari, o'zimizning Namanganning tog'li joylari bor-ku, hali atli daraxtlar uyg'ongan yo'q, hali atlida ulashga bor. O'shaning uchun mavsumga qarab, vaqtga qarab ulanadi. Mana bilan ulasa bo'laveradi. Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarda payvand qilish boshlandi. Gullaban bo'ldi nima? Bizda endi uyg'onyapti. O'sha yana aytsam ham Namanganning tog'li rayonlarida, mana bu Toshkentning tog'li rayonlarida hali payvand boshlangan yo'q, daraxt uyg'ongan yo'q. Yana ezikilarni ezman ham gapirsam, mana shu uchi oqarishni boshlasa, luboy mevani ulaverasizlar. Uchi oqarishni boshlasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videomizni ko'rib boringlar. Payvand qiladigan joylarda yana video olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosishni unutmanglar.